PUBG Mobile ofisial turnirlari uchun 365 kun trenirovka 4-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu WoW kartidagi zonalarni o'ynab ko'ramiz. Bo'lmasa A zonadan boshlaymiz. Bu zonani mana bu yerda o'ynash orqali biz o'zimizning reaksiyamizning tezligini oshirishimiz mumkin. Mana bu yonda nimalardir yuribdi deyishlari mumkin. Bu narsalar bizning pritselimizni to'g'rilashga yordam beradi. Ya'ni mana bunday. Bu yerda ko'pchilik yangi guruhlarning kasalligiga davo bo'ladigan joy ham bor. Ya'ni mashinadagi odam tushirib qo'yish uchun mana bunday narsalar. Bularni otib biz trenirovka qilishimiz mumkin. Ko'rishlaring mumkin, men bizonda 50 to'xta bitta odam tushirib qo'ydim. Biz zonaga kirganimizda bizning yonimizda tosh bo'lar ekan. Mana bu uylarning ichida esa mana bunday nuqtalar bor. Bu nuqtalarni otish orqali biz o'zimizning pritselimizning aniqligini oshirishimiz mumkin. Ya'ni zajmat etib turgan paytlaring pritsel qimirlab ketmasligini oldini olish uchun bu kartani men sizlarga tavsiya beraman. C zonamizga keladigan bo'lsak, C zonamizda biz mana bu metkalarning orqasidagi mana bu to'rtburchaklarni farqlatishimiz kerak. Buning nima foydasi bor deganlaring uchun bu metka eshik. Eshikning ortida esa odam. Ya'ni bilsalaring kerak, turnirda ko'pincha bo'lib qoladi, eshikning ortida odam bo'ladi. Lekin qanday otib kirishga bilmaysizlar. O'shanda bir yo'l eshikni buzib, odamni otishni o'rganamiz bu partida. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.